bir her günü işten chiqibla yo'l bo'yidagi bir tilamchiga sadiqa berdi ekanda. Kunlarning birida ayliq tilamchi ergi debdi. Oy, efendim. Xo'sh. Bu 2 yil ilgari siz menga har kuni 10 yuan beratdingiz. Shundaq. Bultur 5 yuan berdigan bo'ldingiz. Bu yil qarasam aram 1 yuan beryapsiz. Nim qilganingiz bu buning sababi ne deb tushunmadim-a? Davr o'xshamaydi, qarang. 2 yil ilgari men bo'ytaqdim. Bultur to'y qildim, qarang. Amana bu yil endi bir balliq bo'ldim. Shunga pul tejab, turmushimni qamdimisam bo'lmaydi-da, shukr qiling, bergan pullarim. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Qanday? Biroq siz mening pulim bilan uyingizdagilarni boqsiz bo'lmaydi-da. Bir ingliz tili o'qituvchisi dars o'tib, doskaga bir jumla ingliz xatni yozibla o'quvchilarni so'rabdi. Qani savodashlar, ana mushu doskaga yozilgan xatni qaysinglar tarjima qila olasizlar? Ma'lum men. Ha, qani sen o'rnidan tura? Osta ma'lum, men bilmay qo'l ko'tarib qolibman. Men tarjima qila olmayman, qarang ma'lum. Ha. Ammo dadam tarjima qila oladi. Ha, unda xolsa dadam chet el tilini bildi ekanda. Voy yaqay, opamning deyishicha, dadamning quliqi gap tarjima qilamish. Bir odam og'rib qilib doktorxonaga beribdi. Doktor uningdan bunday so'rabdi. Naringiz og'riydi? Voy, qarang doktor. Men shu o'ng qo'limning bosh barmoqi bilan beshimni o'qisammi og'riydi. Maydamni o'qisammi og'riydi. Voy, qo'sig'imni o'qisammi og'riydi. Nima ishdi bu deb shun kelgandim oldingizga. Bu yomon bo'pti, keling hamma bir tekshirib baqay. Bo'ladi. Bunda qilaylik, men sizga bir tekshirish qog'ozi yozib beray. Sizchi qarang, setiga tushib beshingizni, ko'krigingizni va qo'saqlaringizni bir tekshirib keling, ha? Bo'ldi, ish tekshirsam chiqama doktor. Chiqdi, shunday aniq chiqdi. Bo'ldi. Emas men bir tekshirib kelayjima doktor, tekshirib bo'lgandan keyin sizning qishingiz kelmajima. Shunda qilib, hiliq bemor barliq yerlarini tekshirib qaytib ketdi. Doktor uning kasalini faqatla topolmay, boshqa doktorga ko'rinib beqishni aytibdi. Necha kun o'tgandan keyin doktor hiliq kasalni yo'lda uchratib qoldi hamda uningdan qiziqib so'rabdi. Voy, siz hiliqi bemor shu. Shu o'tgan oldingizga berib tekshiribdimmi? Qanday bo'ldi? Boshqa doktorxonaga berib tekshirib baqdingizmi? Qanday qildingiz? Siz degandek shu, boshqa doktorxonaga berib tekshirdim doktor. Nima deydi? Doktorxonaga kirib, murakkab kasalliklar bo'limiga berib tekshirdim-da. Ularchi kasalingizni topa oladimi? Voy, topdi, bak ustga ular. Voy, nima deydi? Aslida mening bir barmoqim sinib ketibdi emasmi?